Xayrli kech barchaga. Bu biz uchun ilk jahon chempionati hisoblanadi. Ertaga barcha muxlislarimiz bizni tomosha qiladi. Barcha futbolchilarimiz ertangi o'yinga tayyor. Husanov albatta muhim himoyachilarimizdan bittasi. U hali yanada yuqori darajaga chiqish imkoniyatidan foydalanadi. U ayni paytda ham yuqori darajada o'yinlar ko'rsatib kelmoqda. O'ylaymanki, bu yerda eng yaxshi fazilatlarimizni, o'zbeklarning mentalitetini namoyish qilishga kelganmiz. Men jamoa bilan ishlaganimda o'z tajribamni ulashishga harakat qildim. Chunki men ham qachonlardir ilk bor jahon chempionatida debyut qilganman va o'z tajribalarimni yetkazib boryapman. Kolumbiya va Portugaliya kabi jamoalar yuqori darajadagi o'yin namoyish etishadi. Ularning tarkibida kuchli futbolchilar bor. Ularga qarshi o'yinda ehtiyotkorlik bilan o'ynaymiz. Biroq Kolumbiyada nafaqat James, balki ko'plab yaxshi darajadagi futbolchilar bor. Xo'p, ertaga taxmin qilamiz. Chapda Luis Diaz o'ynaydi, hujum ortida James o'ynaydi, o'ngda Arias o'ynasa kerak, juda katta ehtimol. 3 ta futbolchini o'ynashini aniq etish mumkin. Chapda Luis Diaz, o'ngda Arias va nominal hujumda Kolumbiyadan ham Luis Suarez degan bola yetishib chiqqan. Mana shu bola juda zo'r o'ynayapti, nominal hujumchi, lekin kam gol urgan. Bu degani Kolumbiya qanotlardan o'ynaydi degani. Buni isbotlab keladi. Ikki qanoti ko'p gol urgani, Luis Diaz va Ariaslar ko'p gol urishgan. Eng ko'p golli o'ng qanot vingeri Arias urgan. Eslab qolinglar, ertaga u bizani sho'rimizga sho'rva to'kib ketishi mumkin. Xo'p, Cannavaroning gapini davom ettiramiz. Kolumbiyani tahlil qildik. Oxiriga qadar o'ynaydi. Biz ham o'z imkoniyatimizni namoyish etib maydonga tushamiz. Eldor Shomurodov nima deydi? Hammani kayfiyati a'lo darajada, ha. Ilk bor jahon chempionatida qatnashyapmiz. Hayajon bor, lekin hech qanday bosim yo'q. Barcha futbolchilarimiz ushbu o'yinni intiqlik bilan kutyapti. Cannavaro: biz ushbu stadionga avval ham kelganmiz. Bu yerda Maradona eng yorqin gollarini kiritgan. Biz ham ushbu tarixiy stadionda ilk o'yinimizni o'tkazayotganimizdan xursandmiz. Eldor Shomurodov: albatta, uzoq kutilgan jahon chempionati terma jamoa sardori sifatida qatnashish men uchun katta g'urur. Ha. Ertaga ijobiy natija qayd etishimizga umid qilaman. Xalqimizdan esa bizni qo'llab-quvvatlashini so'rab qolaman. Bizda bosim yo'q. Ertaga biz jamoamiz bilan birgalikda to'liq tayyormiz. Cannavaro: mening fikrimcha, siz nimagadir yetishmoqchi bo'lsangiz, qiyinchilikdan o'tishingiz kerak. Barchaga buni isbotlashingiz kerak. Mashg'ulotlarda qiyinchiliklar bo'lishi bu tabiiy holat. Mening fikrimcha, siz nimagadir yetishmoqchi bo'lsangiz, qiyinchilikdan o'tishingiz shart. Yana qaytaraman, mashg'ulotlarda qiyinchiliklar bo'lishi tabiiy holat. Men futbolchi sifatida jahon chempionatida ishtirok etganimda, murabbiy sifatida ishtirok etish baribir boshqachaligini o'ylagandim va buni his qildim. Futbolchi sifatida va murabbiy sifatida tayyorgarlik boshqa narsa ekan. Chunki siz barcha futbolchilaringiz bilan gaplashishingiz kerak. Bizni juda ham qiziq va shiddatli o'yinlar kutib turibdi. Raqiblarimiz ham yuqori darajadagi jamoalar. Biz ilk bor bu musobaqada ishtirok etyapmiz. Ushbu musobaqaning har bir uchrashuvidan zavqlanishimiz va tajriba olishimiz kerak. Shu xolos. O'yin 18-iyun Toshkent vaqti bilan 07:00 da start oladi. Nima qilib bo'lsa ham ko'ring, ertalab turolmaydiganlar tunni bedor o'tkazinglar. Kolumbiyani tahlillari kerak bo'lsa, mana YouTube'da, Instagramda, Telegramda Anvar Shtern deb yozib qidirib bahramand bo'ling. Illo tahlillarda uncha-muncha xato qilmayman.